Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanalidasiz. Bugun ham sizlarga yangi oilaviy 6 kishilik bo'lgan gibrid avtomobilni ko'rsatmoqchiman. Qarshingizda turgan avtomobil Dongfeng kompaniyasining subbrendi bo'lgan Yepai 008 avtomobili hisoblanadi. Avtomobilning tashqi ko'rinishi ham juda ham bir noodatiy dizaynda ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, to'liqligicha yonib turadigan, alohida, ya'ni ajralib qo'yilgan bu yerda diod chiroqlarini ko'rib turibmiz hamda Yepaining o'zini logotipi xuddiki qaldirg'ochga ham o'xshab ketar ekan. To'g'risini aytganda, pastki qismda esa aynan 360 gradus kameramiz, bu yerda destroniklarimiz hamda parktronik sensorlar joylashtirilgan avtomobilda va eng pastki qismda avtomobilning motorini sovutish uchun joy qoldirib ketilgan. Bu avtomobil to'liqligicha gibrid shaklda harakatlanadi. Hozirgi kunda aynan O'zbekiston bozorida gibrid avtomobillarga talab kuchli, shuning uchun ham biz gibrid shaklda harakatlanganini avtosalonimizga keltirganmiz. Buni ko'ryapsiz, tom qismida lidarlari yo'q. Bu avtomobilning aynan lidarlisi ham bor ekan, uni narxi juda ham qimmatroq chiqar ekan va bu hozir qarshingizda turgani Ultra, ya'ni 210 ni 6 kishiligini ultra pozitsiyasi hisoblanadi. Bunda ham Max hamda Ultra bor ekan, bu aynan oxirgi ultra pozitsiyasi hisoblanadi avtomobilni. Yon ko'zgularimizni ko'rib turishingiz mumkin. Bu yon ko'zgularda ham orqadan avtomobil kelsa ogohlantirish, isitish, undan tashqari esa o'zi avtomatik tarzda qayrilish funksiyalari ham bor. Endi mana g'ildiraklarni ham ko'rsatib o'tasiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, juda ham bir dizayni boshqacha, ko'pchilikka yoqmayotgan ham ekan. Endi bilmadim, men shaxsan endi avtomobilni to'liqligicha dizayniga hamohang ravishda ishlangan bu ham plastmassadan. Ko'rishingiz mumkinki, bu xuddiki avtomobillarga kalpak qo'yilardi, xuddi shunaqangi kalpakka o'xshash plastmassadan ishlangan va bu yerda Continentaldan shinalar qo'yilgan. 265 ga 45 R21 dyumdagi shinalar avtomobilimizda turibdi. Va bu avtomobilga kirish, mana kalitini qarang, juda ham ajoyib bo'lgan kalit, spinnerga ham o'xshaydi. Mana o'rtasidan ushlab aylantirsangiz ham bo'ladi. Juda ham bir noodatiy kalit qilingan. Undan tashqari karta bilan ham kirishingiz mumkin. Kartani aynan eshik dastagiga teqsangiz, eshik ochiladi va Leapmotor C16 dan plus tomoni eshik dastaklarini elektron tarzda chiqib kelishi. Ko'pchilikka shu narsasi Leapmotorda yoqmasdi, bunda unaqa emas ekan. Va orqa eshiklar ham juda ham katta va shundan ham bilishingiz mumkinki, bu avtomobilning gabariti juda ham katta. Uzunligi 5 metr ekan, balandligi esa 174 sm ni, adashmasam shunaqa, 174 sm ni, eniga esa 197 sm ni tashkil qiladi avtomobil. Juda ham bahaybat bo'lgan, oilaviy haydashga meni o'ylashim bo'yicha eng qulay bo'lgan avtomobil. Chunki buni ichki qismiga ham o'tamiz, ichki qismini ham ko'rasiz, juda ham keng va maza qilib o'tirib ketishga qulay bo'lgan avtomobil hisoblanadi. Orqa qism dizayni ham avtomobilning old qismiga hamohang ravishda ishlangan, faqatgina mana shu o'rta qismlarda yonmas ekan, qolgan joylar ko'ryapsiz, xuddiki oldidagi o'xshagan ajralib turadigan alohida diodlar bilan jihozlangan va mana Dongfeng Yepai 008 yozuvlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa xitoycha yozuvlari avtomobilni va mana bu qismda hamda mana bu yerda kameralari bor. Bu 360 gradus kameraga javob beradigan orqani ko'rsatish kamerasi bo'lsa, mana bu avtomobilning salon qismida joylashtirilgan Broadway deydi-yu, oynasidan orqani to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib turadigan kamera hisoblanadi. Bu ham juda ham yaxshi va kerakli bo'lgan funksiya. Spoilerlar bor. Oynani artish, ya'ni orqa qismda oynani artadigan cho'tkalari ushbu avtomobilimizda mavjud emas ekan. Va yon qismida buni bitta ajoyib bo'lgan narsasi bor ekan. Mana yonib turgan qismga ahamiyat berasiz. Bu chap tomonda yo'q, faqatgina o'ng tomonida bor. Bu avtomobilni quvvatlagichga qo'yganingizda qancha quvvat olayotganini ko'rsatib turadigan indikator vazifasini ham bir vaqtning o'zida bajarib berar ekan. Bu endi kerakli narsa deb o'ylayman. Har doim masalan avtomobilning quvvati qanchaligini ichiga kirib, ochib monitordan ko'rmasdan, shu o'rni o'zidan ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu ham siz uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi. Biz uchun eng kerakli bo'lgan narsa avtomobilning podveskasi hisoblanadi. Chunki O'zbekistonda yo'llar yomon, buni hammamiz juda yaxshi bilamiz va bu avtomobilimizning old qismida McPherson podveskasi o'rnatilgan, orqa qismida esa ko'p rechagli podveska joylashtirilgan, ya'ni mustaqil bo'lgan. Ikkala podveskamiz ham to'liqligicha mustaqil, balka bu yerda ishlatilmagan. G'ildiraklar bazasi esa deyarli 3 metrga yaqin, ya'ni g'ildiraklar bazasini kengligiga ham siz avtomobilning yumshoqroq ekanligini bilishingiz mumkin bo'ladi va bu avtomobilni siz haydab ko'rib, podveskasi qanaqa ekanligini bilish uchun bizni avtosalonimizga, ya'ni King Motorsga tashrif buyursangiz, sizga test drive qilish imkoniyatini ham yaratib berishga harakat qilamiz albatta. Endi ichki qismiga ham kiramiz va birinchi o'rinda eshik obshifkalariga hamda charmlariga e'tiboringiz tushgan bo'lsa kerak. Bu yerda apelsin rang desak, menimcha ozgina noto'g'ri bo'ladi, chunki bu yerda juda ham to'q sabzi rang desak bo'ladi. Qizil sabzining rangi bilan deyarli bir xil juda ham to'q bo'lgan rangdan foydalanib o'tilgan, ko'ryapsiz va yuqori qismlarda esa nisbatan charmlar, yumshoq plastikka o'xshash charmlardan foydalanilgan. Juda ham yaxshi.
Hamda bu yerda ko'ryapmizki, avtomobilimizda tekstura ham qilingan, xuddiki yog'och elementiga o'xshash qilib bu yerda plastmassalardan foydalanilgan. Bu yerda narsa qo'yish uchun joylarimiz mavjud, dinamiklar qo'yib o'tilgan hamda 64 xil rangi o'zgaradigan ambient chiroqlar ham avtomobilimizda mavjud. Ichki qismiga ham joylashib olamiz. Lip motorga nisbatan buni eshiklari katta, o'rindiq ham qulayroq. Nimaga desangiz, aynan qarang, yon qismlarda buni himoya qiladigan bokovoy podержка deydi-ku, xuddi shunaqangi yon qismlardan sizni yo'lda to'g'ri harakatlanib ketishingizni qo'llab-quvvatlaydigan qismlari ham bor va bu sizga qo'shimcha qulaylik yaratadi. Shu joyda ham lip motordan buni o'rindiqlari qulayroq ekan. Rulni ko'rishimiz mumkin, charm hamda bu yerda Cortex materiallardan foydalanib o'tilgan multi rul. Undan tashqari bunda ikkita o'zingiz nimanidir qo'yishingiz mumkin bo'lgan zaxira tugmalari ham mavjud. Bu yerda esa deyarli 9-10 dyumga yaqin hajmdagi tabloyimiz joylashtirilgan. Avtomobilni qancha yoqilg'i sarflayotgani, qancha yurishi va boshqa sozlamalarni ko'rib keta olasiz. Head-up display avtomobilda mavjud emas va shu o'rinda torpedasini ham aytib o'tishimiz kerak. Yumshoq plastikdan foydalanib o'tilgan, xuddiki charmga o'xshash bir hissiyot berish uchun mana bu yerda ko'ryapsiz, ip bilan tikib chiqilgan joylari ham mavjud. Mana bu qismlari ham haqiqiy charmlardan ishlov berilgan. Ko'pchiligida plastmassa ham bo'lar ekan, shunaqa deb eshitdik. Bunda ko'ryapsiz, mana charm elementlaridan foydalanib o'tilgan. Hamda markaziy displeyimiz 15.6 dyumda. Bundan avtomobilning barcha sozlamalarini sozlashingiz mumkin. Undan tashqari esa mana bunaqangi tarzda avtomobilni ko'ryapsizmi? Qancha yurishi, qancha yoqilg'i sarflayotgani, g'ildiraklardagi bosimlarni ham shu yerning o'zidan ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Salon qismlarini ham yozib oladigan bunda kameralari mavjud ekan. Hozir ko'rib qoldim xuddi shu narsani avtomobilda. Bemalol siz avtomobilning salon qismidagi kameralardan ham foydalanib ketishingiz mumkin. Undan tashqari esa 360 gradus kameramiz ham avtomobilda mavjud. Boya aytib o'tganim, mana orqadagi kamera mana shu Broadwayga javob beradi va sizga mana ko'ryapsizmi, orqadagi avtomobilni ko'rsatib beradi. Endi bu salonni ichida bo'lganligi uchun unaqangi funksiyasini to'liq bajarib bera olmayapti, lekin yo'lda yurganingizda juda ham qulaylik tug'diradigan narsa hisoblanadi mana shu. Avariyaviy chiroqlar. Bu yerda panorama tovimizning bitta bloki joylashtirib o'tilgan, kichkinaroq oynasi, bu qo'lda ochiladigan parda bilan jihozlab o'tilgan. Undan tashqari esa simsiz quvvatlash, zaryadlash portimiz bor. 2 dona stakan qo'yish uchun joylarimiz mavjud va bardoshok yo'q ekan avtomobilda. Shu narsasi nisbatan minus deb o'yladim. Bardoshok yo'q, lekin pastki qismida harmashkalari mavjud va bu ham hozirgi zamonaviy elektromobil gibridlardagidek xuddi shunaqangi gitarada uzatmalar qutisini o'zgartirishingiz mumkin bo'lgan avtomobillardan biri hisoblanadi. Ikkala old o'rindiqda ham isitish, sovutish, undan tashqari massaj funksiyalari ham bor avtomobilimizda. Bu esa oilaviy avtomobilimizni orqa ikkinchi qatori hisoblanadi. Bu yerda ko'ryapsiz, kapitan o'rindiqlari qo'yilgan hamda lip motorda mana bu yerda joyi kichkinaroq edi. Ya'ni siz oldin ko'rgansiz lip motorni, bunda kattaroq, ya'ni o'tishingiz qulayroq bo'ladi orqa qismga. Hamda mana bu yerda ko'ryapsizmi, stakan qo'yish uchun joylar aynan sizni tirsak suyanchig'ingizdan chiqib keladi. Tugma bor, mana tugmani bosishingiz bilan chiqib keladi. Bu ham ajoyib bir fishka avtomobilda. Qattiqroq bosganingizda kirar ekan. Undan tashqari esa avtomobilimizda ko'ryapsiz, atamankalari bor. Hamda eshikni yopganingizda relax modga ham o'zgaradi. Ya'ni o'rindiqlarimiz sizga qulay bo'lib joylashishingizga. Undan tashqari esa menyuda ham qanaqadir bir tabiatning musiqalari boshlanib ketadi. Orqa o'rindiqlar, ikkala orqa o'rindiqda ham isitish hamda sovutish funksiyalari bor. Undan tashqari esa bu avtomobilimizda mana bunaqangi ajoyib bo'lgan o'zi yurar muzlatkichlari ham bor. Ko'ryapsiz, mana avtomatik tarzda chiqib keladi. Bu yerga ichimliklarni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Hali yangi avtomobilimiz, shuning uchun mana bunaqa plyonkalari ham olinmagan. Endi sizga ko'rsatish uchun olamiz buni va mana bu yerga telefonlarni qo'yish uchun joy ekan. Buni yopib ham qo'ysangiz bo'lar ekan ust qismini va yana bir marta bosganimizda avtomatik tarzda orqaga qarab harakatlanishni boshlaydi. Va buni qanday ochamiz desangiz, mana bu yerda mexanik tarzda ochiladi va ichimliklarni qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu tugmani bosishimiz bilan esa orqa tomonda ko'ngilochar bo'lgan 15.6 dyumda 4K formatida, shunaqa yozilgan 4K formatida ishlaydigan televizorimiz, ya'ni monitorimiz kelib chiqadi. Bu yerdan musiqalarni, video kliplarni tomosha qilishingiz mumkin va ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak, bu avtomobil hali rus tiliga o'girilmagan. Agarda rus tiliga o'girilsa, bunda ham xuddi shunday lip motordagi orqa qismda ham siz videolarni tomosha qilib ketishingiz mumkin bo'ladi va ko'ryapsizmi, orqa qismda ham ikkitadan qo'shimcha bu yerda kameralar, spikerlar o'rnatilgan va mana bu yerda kameralar bor ekan. Qo'l harakatlari bilan adashmasam mana shu monitorni ham ochish funksiyasi bu avtomobilimizda mavjud. Tom qismida esa kattakon panoramani ham bu yerdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. O'rindiqni boshqarishingiz mumkin orqa qismdan turib. Undan tashqari esa mana bunaqangi
stullari ham bor va endi 3-qatorga ham qisqacha o'tib ko'rsatamiz. Ko'pchilik so'ragan edi oldingi obzorlarda ham qanaqa o'tirish. Endi orqa mana bu 3-qator emas, 2-qator o'rindiqlarni ozgina oldiga tortib, uni ham oldiroqqa surib, to'liqlicha o'rindiqlarni sozlasangiz, orqada o'tirish lip motorga nisbatan qulay. Bunda, chunki avtomobil aytdim, keng, undan tashqari uzun. Shuning uchun ham buni orqa qatorda o'tirish qulay. Stakan qo'yish uchun joylar, USB portlar ham bor gadjetlarni quvvatlash uchun. Undan tashqari esa konditsioner hamda pechkadan havo kelish uchun mana bu yerda deflektorlar ham qoldirib o'tilgan. Qo'shimcha qulaylik uchun chiroqlarni ham bu yerda ko'rishimiz mumkin avtomobilda. Endi esa avtomobilni eng kerakli bo'lgan qismiga yetib keldik. Avtomobilning texnik xususiyatlarini sizga aytib o'tamiz va oxirida narxini ham aytamiz. Birinchi o'rinda kapotni ochib olishimiz kerak. Bu yerda ko'ryapsiz, pnevma tirgovchilar avtomobilimizda mavjud. Hamda bu avtomobilda faqatgina generator vazifasini bajaradigan 1.5 turbina dvigatel o'rnatilgan va u 147 ta ot kuchini beradi. Yuziga agarda siz benzinda harakatlansangiz 507 litr yoqilg'i sarflaydi deb berilgan. Menimcha eng ko'pi bilan 6,5-7 litrgacha ushbu avtomobilimiz yoqilg'i sarflaydi va bu aytib o'tdik, faqatgina generator vazifasini bajaradi. Undan tashqari bunda orqa qismida elektromotor bor va shundan bilishingiz mumkinki, avtomobilni orqa g'ildiraklar olg'a yetaklovchi hisoblanadi hamda u 272 ta ot kuchini beradi va bu ot kuchini ko'pligini evaziga ham avtomobil nisbatan qo'zg'alishlarda o'zini yaxshi tutib bera oladi. Tepaliklarga chiqishda ham bu qiynalmaydigan avtomobil hisoblanadi. Endi elektr energiyasini o'zida qancha yuradi? Elektr energiyasini o'zida 210 km masofani CLTC standarti bo'yicha, VLTC ya'ni WTC standarti bo'yicha esa 150 km masofani ushbu avtomobil bosib o'ta oladi. Tok bilan benzinda gibrid shaklda harakatlanganda esa 1300 km gacha bo'lgan masofalarni ushbu avtomobilda bosib o'tishingiz mumkin. Batareyasi esa temir fosfatli 34 kW sig'imga ega bo'lgan batareyalar avtomobilda o'rnatilgan. Ushbu avtomobilga King Motors avtosalon tomonidan 1 yil kafolat beriladi. Hozirgi kunda avtomobil sotuvda mavjud. Kelsangiz test drive qilishni ham endi iloji boricha imkoniyatini yaratib berishga harakat qilamiz. Narxini qanaqa desangiz, ushbu avtomobilimiz hozirgi kunda 32 ming AQSh dollari deb baholangan. Undan tashqari narx o'zgarib turadi bilasiz. Shuning uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, siz narxini, aynan o'sha kundagi aktual narxini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang va avtomobil haqida, ya'ni oilaviy avtomobilimiz haqida o'z fikringizni qoldiring. Siz oilangiz uchun ushbu avtomobilni xarid qilgan bo'larmidingiz? 32 ming AQSh dollariga avtomobil arziydimi? Shu haqida ham fikrlaringizni kutib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.